Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hammaga. Ertalab telefonga kirdim. Bitta reklama qo'yaman deb. Bitta reklama qo'ydim. Keyin qani Instagramda nima gaplar, nima yangiliklar deb Instagramda ozgina tutdim. Mana soat 6 bo'ldi, 6 gacha namozdan keyin. Shunday ko'nglim yorishmadi, shunday xafa bo'ldim. Bugun Instagram ko'rib, yuraklarim siqib, telefonimni shu o'choqqa otib yuborgim kelyapti-da. Shu otsam shu telefonni qutulsam ya, telefon pulga kelgan 3 million pul. Dedim yana qahqahalanib o'yladim. Shu agar lof bo'lsa ham Allohimni o'zi kechirsin, yolg'on yo'q gapimning ichida. 100 ta reels ko'rgan bo'lsam 95 tasi kelin haqida-da. Muncha kelinlar, qaynonalar. Birinchi bo'lib miyalaringizni tozalaylar. Kim bo'lsa ham kelinmi, qaynonami, kim bo'lsa ham fikrlashlaringizni to'g'rilaylar. Hayot go'zal, yashamoq totli. Kelin, qaynona, kelin boshqa gap yo'qmi? Tikan gul guldir, har narsa o'z holicha. Azizlarim, dunyoni qabul qiling.